Assalomu alaykum, Chayir rohat etmasdir YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan yaqindagina prezentatsiyasi bo'lgan mashinamiz, ya'ni Tiggo 9 gibrid mashinamiz haqida polniy obzorini berib o'tamiz. Ya'ni bu mashinamiz gibrid. Hozirgi paytda Tiggo 8 va Tiggo 9 gibridlarimiz ham bor va Arizo 8 sedan variantimiz bor. Bu endi oilaviy katta crossover. Razmerini ko'ryapsizlar, 408 metr bo'ladi uzunligi. Diskalariga bir e'tibor berasizlar, 20 razmerli diskalar bilan jihozlangan. Balonlari ham juda ham qalin bo'ladi. Oldi optikasi adaptivniy LED bo'ladi, polniy hammasi. Dizaynni ko'ryapsizlar, bamferlari, oblisovkalari juda ham bir boshqacha qilib ishlangan. Mashinamizning общий og'irligi 208 tonna bo'ladi. Ya'ni mashinamiz gibrid bo'lgani hisobiga rasxodlarga keladigan bo'lsak, rasxodi 5 va 1 litr. 5 litrdan 6 litrgacha rasxod qiladi desa ham bo'ladi. Xo'p, bu benzin rasxod qilyapti. Xo'p, necha kilometr yuradi deydigan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, 1400 kilometrgacha benzin qo'yasizlar, polniy zaryadka qilasizlar, 1400 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. 9 da yuradi, necha kilometr yuradi deydigan bo'lsangiz, 170 kilometrgacha berilgan, 170 kilometrgacha bemalol 9 da yursanglar bo'ladi. Xo'p, mashinamizning saloniga e'tibor berasizlar. Mashinamizning salon qismi juda ham bir neobычный qilingan. Ikkita katta displey va o'rtadagi displeydan bemalol hamma narsalarni ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamizning oldi sidinasida va ikkita yonida ikkita oldi shofyor va voditelь o'tiradigan sidinasida va yonidagi passajir sidinasida ikkalasida ham massajlar bilan jihozlangan. Bu mashinamizda ham Cherry'da eng zo'r bo'ladigan narsa, ya'ni start stop qidirib o'tirmaysizlar. Kalit yoninglarda bo'ladi va tormoz bosasizlar, mashina zavod bo'ladi. Mana ko'rdinglar, mashina уже zavod bo'ldi. Va o'zida tayyor head-up displeylar bilan ham jihozlangan bo'ladi. Ya'ni speedometrga qarab chalg'imaysizlar. Laboyda o'zida proyeksiya bor. Ya'ni tezligini ko'rib ketasizlar. Kattagina monitor o'zidan bemalol hamma narsani boshqarsanglar bo'ladi. Rejimlarni ham bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Vajdeniyasini olasizlar. Bunda eng zo'r tomoni 6 ta rejim bor. Eco, standart, sport, qorda yuradigan va pisok va 4x4 rejimlari ham bor. 4x4 rejimlarini ham bemalol yoqsanglar bo'ladi. Bu paytda turbina motor ishlashni boshlaydi, chunki mashinaning ot kuchi yana ham kuchayadi va 4 tala balon ishlaydi. Ecoga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, besprovodniy zaryadkalari ham bo'ladi. Bu yerda tayyor. Qo'yasizlar, telefoningizga zaryad oladi. Va rejimlarini bu joystik orqali ham bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Ecoda, standartda va sportda bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Avarinka knopkalari bu yerda joylashgan bo'ladi. Va isitish, sovutish, hammasi klimat kontrolini bu yerdan. Xohlasanglar tokda, xohlasanglar gibrid rejimda ham yursanglar bo'ladi. Boyaga aytib o'tganimdek, общий gibrid rejimida 1400 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Rullozdan ko'pgina funksiyalarimiz bor. Adaptivniy kurs kontrol, palas udrjeniyani bu yoqdan ishlatasizlar va multimedia uchun bu qismi ishlaydi. Va mashinamizda голосовой управленияsi ham bor. Ya'ni Привет Cherry desanglar, уже mana gapiryapti. Привет Cherry desanglar. Xo'p, panorama lyuk, kattagina panorama lyuk bo'ladi. Hamma kerakli funksiyalari bor. Mashina haqiqatda o'z puliga juda ham bir nima desam ekan, stoyt degan narsa bo'ladi. Ikkita oldi sidinasida massajlari bilan jihozlangan. Ya'ni massaj yoqaman desanglar ham bemalol ikkita sidinasida yo'lda ketayotganingizda ham, danida yurganingizda ham shofyor ham yonida o'tirgan passajir ham bemalol massaj olib, dam olib ketsa bo'ladi. Xo'p, orqa qismini ko'rsatamiz. Ya'ni mashinamiz 7 kishilik katta oilaviy crossover hisoblanadi. Orqa qismiga e'tibor berasizlar. Orqa obshivka qismi ko'ryapsizlar. Oldin eng qimmat mashinalarda mana shunaqa pardalari bilan chiqardi. Hozir bunda ham pardalari bilan chiqib, biznes klass mashina bo'lib ketgan. Sidinalarni ko'ryapsizlar. Sidinalarda isitish va sovutish ham qo'shilgan. Ya'ni orqada bemalol sovutish funksiyalari ham bor. Sidinaning o'zidan. Bu sidinani endi qanaqa qilib upravlять qilaman deydigan bo'lsangiz, sidinani eshik tomondan oldiga orqaga bemalol sursangiz bo'ladi. Sidinaga ko'rsating, sidinani oldiga orqaga mana bemalol ko'rsatsanglar bo'ladi. Sidinani richagida o'zidan qilsa bo'ladi bemalol. Orqa qismiga e'tibor berasizlar. Orqa qismi juda ham bir boshqacha qilib ishlangan. Tiggo 9 plug-in gibrid, ya'ni AVD. Bu mashinamiz bo'yi aytib o'tganimdek 4 tala balonni ham tortadigan rejim bor, gibrid bo'lishiga qaramasdan. Xo'p, orqa qismini ko'rsatamiz. Orqasida ham yana ikkita qo'shimcha joy bo'ladi. Общий mashinamiz 7 kishilik hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, 7 kishi o'tirgani bilan baribir yana bagaj sig'imiga ham yana bir joy qolgan. Agarda buni kattaroq qilaman desanglar, buni ikkitasini yotqizib qo'yasizlar va kattagina joy bo'ladi.
Joylari ham bemalol. Mabodogi, yo'q, orqaga hech kim o'tirmaydi, men bagaj sifatida ishlataman mashinani deydigan bo'lsangiz, bu yerda ajoyib ikkita knopkasi bor. Mana ko'rsatib yuborasiz. Ikkalasini bosamiz. Mana bu oldindagi ikkita sidini o'z avtomatik orqaga ketadi. Bu yana ham qulayroq bo'ldi-da bu narsa. Oldingi paysalarda bunaqa narsa yo'q edi. Yotqizib qo'ydinglar va mana ikkita sidinlarni polni yotqizsanglar kattagina joy bo'ladi. Pikniklarga chiqqanda, tog'larga chiqqanda, boshqa viloyatlarga safarga borganlarda bu sizlarga juda ham qulay. Ya'ni katta bagaj doim kerak bo'ladi. Xo'p, mashinamizni ochilib yopilishi hammasi elektroprivod. Bezapasiz tomonlari ham ishlangan. Oxirigacha yopib bormaydi, qaytarib yuboradi. Kuzovlariga keladigan bo'lsa, kuzovlari ham mikroni juda ham qalin qilib ishlangan va atsinkovniy kuzov bo'ladi. Yon qismidan ko'rsanglar, faralari ham orqalari LED technology bilan jihozlangan bo'ladi. 20 saka disk keladi. Xo'p, endi hozirgi paytda bu mashinamizni ham bemalol kelib, ko'rib, tomosha qilib ko'rsanglar bo'ladi va ikkita pozitsiyasi bor bu mashinamizning. Bu eng full komplektatsiya, ya'ni mashinamiz narxi 590 million so'm bo'ladi. Agarda naqdga olaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, 40 million so'mgacha foydasida bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Yokida buni ikki turbinaligi bor, ya'ni benzinli motor bo'ladi. Hamma komforti bor deyarli. Lekin gibrid bo'lmaydi. Farqi shunda. Bu eng gibrid full komplektatsiya. U modelimiz 540 million bo'ladi. Uni ham xuddi shunaqa taklif asosida xarid qilsalar bo'ladi. 40 million so'm foydasi bilan xarid qilsalar bo'ladi. Ko'rinishi, dizaynlari va hamma komforti bir xil bo'ladi. Mashinamizni olish shartlarini aytaman yana bir bor. Eng kami 30% boshlanish to'lov qilib turib, rassrochkaga olsanglar bo'ladi. Muddati 18 oydan 1 yilgacha, 2 yilgacha. 2 yilga ham olsanglar bo'ladi. 60% ni to'laysizlar, rassrochkasi bor. Xo'p. Yokida kamroq pul berib 5 yilga harakat qilsa bo'ladimi deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga ham variant qilib beramiz. 25% boshlanish to'lovini qilib beradilar. Qolganini 5 yilgacha avtokredit asosida qilsa bo'ladi. Mashinamiz narxlarini tushuntirdim. Polni hamma obzorlarni ko'rsatdik. Hozirgi paytda rohatda gibridi va benzinli varianti tayyor turibdi. Agar naqd to'lab olib ketadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga ham bemalol yaxshi variantlarda qilib beramiz. Xo'p, ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha bo'ladi. Test drive'larimiz ham bor. Agar keladigan bo'lsa, gibridni polni ko'rsatamiz o'zimiz. Kechki soat 6 gacha test drive'lar bor. Xo'p, bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliq rohat yo'lida joylashgan bo'ladi. Kelsanglar kechki soat 8 gacha sizlarga xudo xolasa bir kun ichida tanlagan modellarni xudo xolasa chiqarib beramiz. Sizlarni Cherry rohat degan mastarda kutib qolamiz.